Eng ko'p aytadigan gaplarimdan bittasi, bir haftalik qilingan mehnatdan ko'ra 10 minutda qo'yilgan diagnoz tushuntiradi deb ko'p aytaman. Shu akamiz Andijondan ekanlar, Toshkentda ishlar ekanlar. Toshkentda motorini o'chish kerak deb aytishgan ekan. Bunday yoqmaymiz, Lacetti 1.8 qo'lli motorini Boldan tezligiga bo'lish mumkin emas. Doktor jamoasi 1 minutga borma. Okalar, bilasizlar, ovga chiqqanmiz, adashmasam shu biz xohlagan inson shekilli, okani to'xtatamiz. Tasodifiy inson o'zi to'xtatib, okamizdagi emotsiyani birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum, aka. Shu mikrofon to'qib ko'rib turgan narsalar Nexia mashinasini nakinishligi. Okamiz ustaxonaga olib kirib tekshirtirgan ekanlar. Ruluga ketgan, shuni hisobga chiqyapti ovoz deyishibdi. Nimaga unaqa deyishgan? Sababi mashinani yaqinda rullarini yumshatib bergan edi. Okamiz keltirib yangi Cobalt Gentra mashinalarida ham xuddi shunaqangi ovoz chiqib qolar ekan. Bu ovozni juda ko'pchilik motordan deb o'ylar ekan. Aslida esa qo'limizda turgan Absorber datchidan bo'ladi. Bu ovoz chiqib qoladigan bo'lsa 250 ming so'mga yangisini. Siz Xorazmlimiz? Bitta so'z bilan shu kommentariyaga Xorazmli ekanligingizni bildirib keting. Biz shuncha sovg'a salomlarni hammasini Xorazmga olib ketamiz. Boskos tomonidan qo'yilgan sovg'alarni va'daga muvofiq o'z egalariga topshirishlik uchun biz yo'lga chiqdik. Iloji bor. Ko'pchilik mendan Nexia proyektimiz haqida so'rayotgan edi. Namangan kuzov remont ustaxonasidan biz yonimizga mashinamiz kelgan, kraskalarini polni qilishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Motorlarini yig'ish boshlaganmiz. Galovkalarida tirshenesi bor ekan, vallari ham oxirgi remont ekan. Nexia 1.6larda gidrokompensator degan ovoz chiqarib qoladi, bilasizlar. Buni sababi galovka tirsheni berib qoladigan bo'lsa, gidrokompensator ovoz berib qoladi. Bu holatlarda nima qilinadi? Ko'pchilik Nexia haydaydiganlar galovkasi ketib qolsa, yangi ehtiyot qismidan qo'rqib, Hikmatillo, siz Damas avtomobilni воздушный filtrini qanaqa ishlab chiqarishni bilarmidingiz? Yo'q, aka, buni men qanaqa ishlab chiqarishni bilmayman. Keling, obunachilarimizga foydali bo'lish uchun birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Damas'i bor tanishingiz bo'lsa, bu videoni tez jo'natinglar. Damaschi motor remont qilayotganda eng asosiy narsa tozalik hamda e'tibor. Qaranglar, masla priyomli, mashinani polni motor remont qilinayotgan. Bu narsa paddonning ichidagi moyi raspirvalga, motor yuqori qismiga chiqazib beradigan narsa. O'zi aslida bu ma'lumotlar pulga aytiladigan ma'lumotlar, lekin doimgidek bilgan narsalarimizni sizlar bilan ulashishga davom etamiz. Tracker 1 Orlando Lacetti Cruze mashinalarini metkasini o'rgatib qo'yaman. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun manfaatli bo'ladi. Okalar, sizlar bilan birgalikda hech kim qilmagan eksperiment qilamiz. Mashinamiz motor butkul charchagan, motorga necha litr suv ketadi? Qancha vaqt ishlab turadi? Bu eksperimentni egalaridan ruxsat olganmiz. Ruxsat berganlar uchun mashina egalariga alohida sovg'am. Aslida men bunaqangi videolarni qilib chiqmasdim, lekin gapirmasa bo'lmaydigan holat bo'lib qolibdi. Usta akalarimizni qadri pasayib ketayotgan ekan. Kechagina ishxonada ish qilib tursam, bitta Malibuda akamiz keldilar-da, qo'poldan qo'pol muomala qildilar. Kibrotdan tushkular kelmadi. Kak minib turgan mashina